Bu dunyoga biz ovqat yeyish uchun kelmaganmiz, do'stlar. Har doim o'zingizga savol beringlar. Nima uchun yashayapsizlar? Ovqat yeyish uchunmi yo yeyotgan ovqatinglar yashash uchunmi? Bizning tanamizga kuch-quvvat beradigan oziq-ovqatlar bor va tanada hazm qilish uchun energiyani oladigan oziq-ovqatlar bor. Har doim quyosh tagida o'sgan, quyosh nuridan o'ziga hamma kerakli moddalarni olgan oziq-ovqatlarni iste'mol qilishga harakat qilinglar. Ana o'sha yerdagi mikro makro elementlar, vitaminlar, minerallar bizga kuch-quvvat beradi. Kolbasalar, konservalar va hokazo qayta ishlab chiqarilgan oziq-ovqatlar oshqozonga tushgandan keyin faqat o'zidan energiyani oladi hazm qilish uchun. Ular bizga hech qanday kuch-quvvat bermaydi, naborot bizdan kuch-quvvatni olib qo'yadi. Shuning uchun sog'lom bo'lishni xohlasanglar, uzoq umr ko'rishni xohlasanglar va baxtli bo'lishni xohlasanglar, yeyotgan ovqatinglarni anglab yeyinglar.